Barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan PUBG Mobile uchun optimizatsiyani o'rnatishni o'rganib olamiz. Bu optimizatsiya Android uchun ham, iOS versiyasi uchun ham ishlaydi. Ba'zi bir blogerlar, content makerlar buni pulga sotayotgan ekan. Bizning kanalimiz uchun bu albatta tekin. Bu faylni qayerdan olamiz deganlar uchun Telegram kanalimizda tashlab qo'yaman. Bu yerda VPN fayllar ham bor va bizga kerakli bo'lgan optimizatsiya faylini tashlab qo'ydim. Telegram kanalim video opisaniyasida yokida xuddi shunday qilib yozsalaring bo'ladi. Telegram qidiruvga yozsalaring chiqadi. Va bizga asosiy kerak bo'ladigan ilova bu Zarchiver ilovasi. Mana shu Zarchiver ilovasi kerak bo'ladi. Bu Play Marketda ham, keyin App Store'da ham albatta bor. Xo'p, birinchi bo'lib Telegram kanalimga tashlagan faylni yuklab olasizlar va uning ichiga kirasizlar. Kirganda albatta shu bo'lim chiqish kerak. Bu yerda Zarchiverni tanlab kiramiz. Keyin esa bu yerda albatta shu faylga kirish kerak. Bu faylga kirmasdan agar arxivdan chiqarsak bu ishlamay qoladi. Birinchi bo'lib shu faylni ustiga bosamiz va o'ng tomonning pastida joylashgan arxivdan chiqarish tugmasini bosamiz. Bu yerda Android bo'limiga va data bo'limiga so'ng PUBG Mobile'ni o'zining papkasini qidirib olamiz. Mana PUBG Mobile o'zining papkasi bu com.tencent.it. Xo'p, bu yerga kirganimizdan so'ng yana o'sha tugmani bosamiz. O'ng tomonda pastda joylashgan arxivdan chiqarish tugmasini bosamiz va bu yerda faylni almashtirish kerak bo'ladi. Masalan, eski crash bo'lgan fayllarda bu tiklab beradi. Xo'p, buni barchasiga qo'llash tugmasini bosamiz va almashtirmoqni bosamiz. Xo'p, hozir eski fayllar yangisiga almashmoqda. Xo'p, almashib bo'lindi va bemalol PUBG Mobile'da zalyotlaringni va qochishlarsiz o'ynashlaring mumkin. Bu albatta 120 FPS modul asosida tayyorlangan ekan. Yaxshi o'ynasa bo'ladi albatta. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu kanalda eng so'nggi yangiliklar va shunaqa fayllar, VPN fayllarni tashlab boraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.